Assalomu alaykum bolajonlar. Assalomu alaykum. Gap-gaplar qo'yay, a'lomi? A'lo. Bugungi darsimiz sahna nutqi. Hozir biz sizlar bilan sahna nutqidan lab va jan mashqlarini o'qitamiz. Chunki aktyor uchun birinchi navbatda sahna nutqi muhim rol o'ynaydi. Lab va jan mashqlarini hozir boshlaymiz. Qani tilimizni she'rlab qo'yib aylantiramiz. Mana shunday mashqlarni bajaramiz. Barakalla. Qani barakalla hamma bajaryapti. Hammadaydi. Telefonni yig'ishtirib qo'yib, darsni mashqlarini bajaramiz. Yaxshi yo'qlar. Endi nafas mashqlari. Nafas mashqlari. Burnimizdan nafasni olib, chuqur nafasni olib. Hammadaydi tushunmadi shekilli. Telefonni yig'ishtiring. Kimga kerak bu? Lab mashqi, tish mashqi. Undan ko'ra menga burni rolini bering, quyonni rolini bering. Burni, quyonni rolini o'ynash uchun oldin mana shu mashqlarni bajarish kerak. Menga ertaga otangizni chaqirib keling. Yo'q, hozir chaqiraman. Ayollarda hamma menga qarang, darsda emas, qo'yib tashqarida gapiringda deysizlar. O'zi bilaman qayerga gaplashishni. Ayolman. Afsuski oramizda mana shunday o'quvchilar uchrayapti. Lekin tushunmaymiz, mashqni davom ettiramiz. Qani, shu nafaslarni olamiz. Barakalla. Yaxshi. Yaxshi. Shu ustozing? Ha, shu kishi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz nima meni o'g'limni chiqarib yuborgansiz? Asta. Men chiqarib yuborganim yo'q, o'zi chiqib ketdi. Mashqlarni bajarmayapti. Qo'ysangizchi qanaqadir mashqni, jam mashqini ko'rasiz. Undan ko'ra o'g'limga bo'rin obrazini bering, kuyon obrazini bering o'ynasin. Nima kerak ondan maydamoqchilikda? Muhtaram ota, bilasizmi, mana shu darsda biladigan mashqlarni albatta o'tish kerak, bajarish kerak. Lekin bajarmayapti. Nima? Sizningcha buyuk artistlar shu arzmagan mashqlarni bajarganmisizlikcha? Albatta. O'sha buyuk artistlar, O'zbekiston xalq artistlari ham mana shu mashqlarni bajarib, keyin mashhur bo'lishgan. Hali, men sizni ustingizda otaman. Sizni men maktabdan haydaman. Qarab, hech qopga o'xshayib qolsin, ko'rmayaptilar. Ba'zida mana shunaqa tushunmovchiliklar turadi. Ba'zida mana shunaqa ota-onalar ham uchrab turadi. Sayyoh bolalar, sizlar o'zlari o'tib qo'yganmi? Keyin men birondan kelaman. Ustoz, bo'lsa xafa bo'lmang. Ustozimizni xafa qilib qo'yishdi. Biroq mana o'ylab o'tishimiz kerak. Ketdik, ustozimizni qaytaramiz. O'g'lim, shunday vaqtini aytmaysanmi? Bu ustozi borga qaroq qilib, vaqtini qotib qo'ygan bo'lardim. Sen o'g'limsan. Hech qaysi ustoz senga gapirishga haqqi yo'q. Sen meni o'g'limsan, hayvonchalik o'g'limsan. Hali qanday ko'tarchi o'g'lim? Balades. Sen bugundan boshlab maktabni yig'ishtir. Sen bugundan boshlab meni magazinlarimni boshqarasan. Qo'limdan ishga olasan, bolam. Magazin? Ha? Men magazinda ishlashni xohlamayman. Nimaga? Kontrga boraman. Nima? Kontr? Magazinni kim boshqaradi o'g'lim? Men seni otang bo'laman. Siz meni ota bo'lsangiz ham menga aql o'rgatishga haqqingiz yo'q. Nima? O'g'lim. Nimalar qilib qo'ydim? Ustozni bekorga ranjitib qo'ydim. Keksalar qidirmish deb bekorga aytishmas ekan. Farzandlikdan qaytadi deb bekorga aytishmas ekan. Nimalar qilib qo'ydim, voy Xudoyim. Podshohlarning jamsari. Ay,
Margarido to'rlari. Son qo'llari. Ko'pchilik iymon yo'llari. Ustozlar bizning farzandlarimizning tarbiyasida, ma'naviyatida muhim rol o'ynar ekanlar. Men bugunoq borib, ustozlar kechirim so'rayman. Ha, bugunoq. Haq yo'linda kim senga bir harf o'rgatmish ranjida aylama